Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 12-dan 15-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 14-martda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat 12-martda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajalik. 13 va 15-martda kechasi 2 daraja sovuq, 3 darajalik. Kunduzi 7-12 darajalikgacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 14-martda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat 12-martda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 darajalik. 13-dan 15-martgacha kechasi 2-7 darajalikgacha, kunduzi 12-17 darajalikgacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 12-martda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajalik. 13-dan 15-martgacha kechasi 2 daraja sovuq, 3 darajalik. Kunduzi 7-12 darajalikgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 0-3 daraja sovuq, kunduzi 4-7 darajalik. 13-dan 15-martgacha kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13-dan 15-martgacha kechasi 3-8 daraja iliqqacha, kunduzi 13-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-martda ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik. 13-dan 15-martgacha kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog' oldi hamda tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12-martda kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 darajalik. 13-dan 15-martgacha kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajaliqqacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.